Nima uchun toshbaqalar uzoq yashashlarini bilasanmi, Qosimim? Haqqa taslim bo'lganlarda, shuning uchun. Faqatgina o'z yo'lidan yuradi. Shoshilmaydi, ehtirosga berilmaydi. Ehtiros bo'lmaganida vaqt kengayadi. Hirs vaqtni toraytiradi. Ham vaqtni toraytiradi, ham yurakni. Erlar nima deyishgan? Hirs oqibati ziyon. Bu nima degani? Hirs insonni chiritadi. Inson chiriydimi? Albatta chiriydi. Hirs chiritadi. Hamma narsaning hirsi bor emasmi? Pul hirsi, iqtidor hirsi, xotin hirsi, mansab maqom hirsi, post hirsi, do'st hirsi. Inson degan bu borliq nafs sohibidir. Nafs inson hirslarining to'plamidir. Sen oldin taslim bo'l. Unutma, sen nima qaror qilsang ham qaror ustida qaror bor. Taslim bo'l, huzur top. Taslim bo'lmagan to'xtay olmaydi. To'xtamagan huzur topadimi? Topolganida edi. Toshbaqalar emas. Bu uzoq umrni inson yashagan bo'lar edi.